Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun bizning nishonimiz ostida Redmi Note 14 Pro smartfoni bo'ladi. Ushbu smartfonimiz ko'rinish jihatdan juda ham chiroyli, ya'ni avvalgi ekranlar bilan jihozlangan, juda ham yengil va eng qizig'i 200 megapikselli sun'iy intellektga ega bo'lgan kameralar bilan jihozlangan. Old kameralari esa 20 megapiksel o'ta ham sezuvchi linzalar bilan jihozlangan va IP68 himoya tizimi bilan bemalol suv ostida ham ajoyib kadrlarni muhrlashingiz mumkin bo'ladi. 4K 30 FPS da ajoyib videolarni sizga muhrlab bera oladi. 5110 amperlik akkumulyatori esa avvalgi modellardan ko'ra quvvatni yana ham uzoqroqqa yetishini ta'minlab beradi. Ushbu smartfonimiz gamerlar uchun ham juda ham zo'r, ya'ni 120 Hzlik ekranlar bilan jihozlangan, ko'zni toliqtirib qo'ymaydi va menga yoqqan tarafi sun'iy intellektga ega bo'lgan kameralari. Ushbu smartfonimizga ortiqcha ta'rifning keragi yo'q. Bemalol ishlatib ko'rishingiz mumkin. Turkiston halol nasiya savdo do'konlarida kutamiz.